Assalamu alaikum. Qandaysizlar, yaxshilarmi? Densoqlaringizlar. Biz sizlarga bu chiqarilishda no'qatdagi жаңы no'qatdagi cho'pning бағаларын bilib beramiz. So'nduktan bizning kanalga alsаңыздар, bizning kanalga like basыңыздар, kanalga qattalыңыздар. So'nduktan biz sizlerin xizmatingizlardamiz. Biz qancha so'm ekan cho'p? 330'dan mı? Toza pres mi? Qayoqdiki bu? Bularga ko'p bo'ldik ekan bu cho'p. 330'dan deydi. Cho'plar ko'p o'xshaydi menimcha. 350 so'm. Beda toza pres ha? Cho'p bu. 350 so'm ekan bularga, ko'ringizlar. Çok ko'p. Bedeni qanchada o'tasizlar aka? 290 so'm bu. Video tarttasınlar. Ha, bular bizim BBC kanalga tortamiz. Bular aka 400 so'mda o'tadi ekan bular presda. Har yerda har xil sotadi ekan. Toza pres bu? Toza. Bede çoğarlaş. Çoğarlash ekan bular. Bular aka no somon pres 100 so'm kam bor ekan, to'moyniq ekan. Negadir çöpler ko'p ekan o'zi joni qatdachi. Çöp tushib boshlabdi. 370 so'm ekan. Qayoqdiki bu? Toza pres ekan ha? Toza beda. No'qatdiki ekan mana aka. Ko'ringizlar. Cho'nglar qancha so'mlar? 330 so'm ekan. Somon pres mi? Jalon bedava. Somon ekan. 270 so'm ekan mana ko'ringizlar. Aka, cho'plar arzonlab turmaganlarcha. Aka, ko'ringizlar, cho'pning бағаларын bilingizlar, boshqa bozorlarga solishtiringizlar. Bizning kanaldan like basingizlar, kanalga qatnashingizlar. Ondan biz sizlarning xizmatingizda qolamiz.